Assalomu alaykum. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Ushbu xonadonga 50 kilovatli quyosh panel sistemasini o'rnatib berganmiz. Bu xonadonimiz bugun 15 fevral 2016-yilda ishga tushdi. Hozir sizlarni ichkariga kirib to'liq tanishib chiqamiz. Ushbu xonadonga 50 kilovatli quyosh stansiyasini o'rnatib berdik. Quyosh stansiyamiz panellari Longi Xon Haymo. Ikki tomonlama panellar o'sha respublikamizda ham, umuman Xitoyda o'zida ham eng oliy sifatli panellardan bittasi. Hozirgi kunda bu panelni foydali ish koeffitsiyenti respublikada mavjud hamma panellardan ko'ra baland deb hisoblanadi. Xabarlaringiz bor, bu panellarda har xil invertorlar bilan qo'yamiz. Bizda asosan DE yoki Solax. Hozir bu xonadonga qo'yganimiz DE invertor 50 kilovatli 10 grid sistemasida, ya'ni to'liq quvvatni sotishga yo'naltirilgan invertorlar bo'ladi. Bu invertorlarimiz, panellarimiz, quyosh sistemamiz hammasi 1/6 PV kabellarda, ya'ni yonmas kabellarda montaj qilingan. Bu panellarni ko'rib turgan panellaringiz hammasini mustahkam ushlab turishligi uchun 4x2, 4x4 temir profillar, qalinligi 1.6-1.7 stenkada qilingan profillardan tashkil topgan karkasini ushlab turibdi. Qatirish jarayonida ham hammasini bitta-bitta to'liq ko'rsatib beramiz. Bu xonadonimizdagi panel endi ishga tushdi. Ishga tushganiga 2 soat yoki 3 soat bo'ldi. Ko'rib turganlaringiz 4x2 profillardan tashkil topgan karkas to'qilgan. Karkasimizni temirlari mustahkam, professional ustalar tomonidan svarka qilingan, payvatlangan. Bunga qo'shimcha ravishda tomimizni staropilasiga qo'shimcha upor berilgan, ya'ni yana ham mustahkam qilish uchun. Ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu stoykaga ikkita samarez qatilgan. Bu samarez shipirda ushlab turadigan o'sha oddiy reykalarga qatilgan. Bunga qo'shimcha ravishda o'zimiz gayka bolt qilib, tomni staropilasiga qo'shimcha mustahkamlik berish uchun gayka bolt qilib qatirganmiz. Sababi tikilishi bor, shamollar, yana qanaqadir tabiat hodisalariga chidamli, bardoshli bo'lishi uchun. Undan tashqari kabellarimiz ham mana montajlarni ko'rib turibsizlar. Juda akkuratni, ehtiyot choralar qilib hammasi to'liq montaj qilingan. Bunga yana qo'shimcha ravishda doim har bitta xonadonga, har bitta o'rnatilgan joyimizga albatta kraska sepamiz temirlarga, zanglamasligi uchun, uzoq muddat xizmat qilishi uchun doim kraska sepib ketamiz. Xo'p, o'rnatilgan joyimizda albatta quyoshga qaratilib, graduslari doim hisobga olib, turgan joyimiz, turgan yerimiz, turgan faslimizgacha muhim. Hammasini hisobga olib, ustalarimiz professional jamoa hamma yo'lni hisob-kitob qilib, o'zlari mana shunaqa ko'rinishda uyingizni o'lchamiga, uyingizni andazasiga moslab doim xizmat qilishi, foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lishi uchun juda ham ideal tarzda o'rnatib xizmat ko'rsatib ketishadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, 50 kilovatli 10 grid tizimida ishlaydigan DE invertorimiz. Montajlari to'rtta gruppa qilingan, maxsus kabellar bilan sotish uchun chiqarilgan zazimleniya kabellarimiz, 1/6 bu ham yonmas kabel va shitimiz ichi avtomatlar, AC, DC, zazimleniya, предохранительlar hammasi qo'yilgan, juda akkuratni, chiroyli montaj qilingan. Hozirgi paytgacha invertorimiz 2 soat davomida ishlab keldi. Bugungina ishga tushdi. 2 soat davomida 60 kilovat elektr energiyasi ishlab chiqardi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu xonadonimiz mana bugungina ishga tushdi. Atigi 2 soatgina ishladi. Xudo xolasa yana 30 kundan keyin bu xonadonni kelib, yana bir qator test qilib, sizlarga natijasini ko'rsatamiz. Sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'lsa, qanaqadir tushunmovchilik, savollaringiz bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.